Arafa kunida ota-onalar va farzandlar uchun qilinadigan duolar guldastasi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Robbim, ota-onamga meni yoshlik chog'imda qanday mehribonlik qilib tarbiyalashgan bo'lsalar, ularga shuncha mehribonlik qil. Ey Robbim, qiyomat kunida meni, ota-onamni, mo'minlarni mag'firat qil. Ey Robbim, meni va zurriyotlarimni namozni to'la-to'kis ado etuvchilardan qil. Ey Robbim, duolarimni qabul et. Ey Robbim, menga va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr aytmoqligimga va seni rozi bo'ladigan solih amallar qilmoqligimga izn ber va o'z rahmating bilan solih bandalaring jamoatiga kirgiz. Ey Robbim, biz uchun juftlarimizdan, zurriyotlarimizdan ko'z quvonchlarini ber va bizlarni taqvodorlarga imom qil. Ey Robbim, menga o'z huzuringdan pokiza zurriyotni ber. Sen duolarni eshituvchi zotsan. Bizlarni kechir, sen rahmdil tavbalarni qabul qiluvchi zotsan. Ey Robbimiz, bizlarga dunyodagi yaxshiliklarni va oxiratdagi yaxshiliklarni ber va do'zax azobidan bizlarni saqla. Ey Allohim, jasadimda, molimda, ahlimda balolar berma va jonimga men og'ir ko'rayotgan narsalarni oson qil. Ey Allohim, biz jamiki rahmatingni, mag'firatingni so'raymiz. Zurriyotlarimizni, niyatlarimizni salohiyatli qil. O'zaro qalblarimizni ulfat qil. Ayblarimizni, nuqsonlarimizni yashir. G'amlarimizni ketkaz. Bemorlarimizga shifo ber. O'lganlarimizga rahm qil. Dinimizni aziz qil. Rizqlarimizni keng qil. Ajallarimizni sog'likda, ofiyatda, itoatda, solih amal ustida qil. O'lganlarimiz qabrlarini jannat bog'laridan bir bog' ayla. Amin.